Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Mana rediskaga joy tayyorladik. Hozir rediskani ekishni bizani uslubni ko'rsataman. Nano texnologiya emas u, mayli, lekin shunga yaqin narsa. Mana bunaqa tuxum reshutkan olib botirib chiqamiz. Mana chuqurcha bo'lib qoladi. Yaxshilab botiramiz. Mana bunaqa rediska urug'i bittalab tashab chiqiladi mana shu chuqurchalarga, erinmasdan. O'shanda bir soldatdek bo'lib chiqadi bular. Bexato chiqadi. Mana shu 3 metr joyi, xudo xolisa, yarim soatda 2 bo'lamiz. Mana mashina qilib tashab chiqamiz. Bittalab erinmasdan. Zato bexato chiqadi. Yagana qilmaymiz, boshqa qilmaymiz. Mana tashab chiqilgan joyi bundoq qilib yopib qo'yamiz. Mana. Mashina qilib yopib ketaveramiz. Qilgan joylari, tashagan joylarimiz ham. Hop, rediskani ko'mib oldik. Endi ko'mgandan keyin mana suv sepib qo'yamiz. Yaxshilab. Yog'iga, namiga qarab sepib turiladi. Kunda kunora sepib turiladi. Xudo xolisa 40 kunda unib chiqadi. Pishadi deganim 40 kunda. Sog' bo'linglar, yaxshilikni ko'rishinglar.